Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun yana bir ishimiz yakunladik. Andijon viloyati Buloqboshi tumani Rayish qishlog'iga qo'ygan ishimiz. Bu yerga o'sha 10 metr joyga veranda olib kelib qo'yib berganmiz. 245 dan bo'lgan har bittasini oralig'i, o'rtada teshik berganmiz. Bo'ylari 2 metr bo'lgan. So'rigacha bo'lgan joyi 2 metr, past 2,50 bo'lgan. Akfa alyumin G306 antrazit svetda mokriy asfalt. Oynasi seriya oyna 1 qavat bo'lgan. 4 ko'p so'roqdan ochilishga berganmiz. Ustullarni arka fonda olib berganmiz, har doimgidek seriya arka fonda. Astlariga ham o'zgargan arka fon solib berganmiz. Termo ruchkalar qo'yib berganmiz. Yopilishlar cho'tki bog'lasa. Aslarni ham bitta liniyaga tortganmiz, so'rlarni bo'ylarini pastroq qilingan. Tashqaridan qaraganda oyna bir xil ko'rinishi uchun. Ikki chekada bittadan ochilishga berganmiz, rom. Ima o'rtada ochilishi bor, rom ochilish. Ochilishlardan plastmassa ruchkalarni qo'yib berganmiz, plastmassa temirlar. Har bitta orada bittadan ochilish bor, 3 ta oralig'imizda. Bitta orada 2 eshik, 2 qanotli eshigimiz bor. Akfani originaliga bo'lgan hammasi profillarimiz. Originali rezinka, petla, ruchkalari. Termo ruchka deb qo'yamiz, katta ruchkadan qo'yib beramiz, bagati ruchkadan. Ustullarni o'rab berganmiz arka fonda. Pastlarni arka fon qilib bitta liniyaga tortganmiz. Bu ishimiz 22 kvadrat chiqqan, 12 million 600 ga qo'yib berdik. Shunda kvadrat 577 mingdan tushdi. G306 ga seriya oynasi qimmatroq yuradi bu ishimizni. Qora oyna ko'rinishi chiroyli chiqadi. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa aloqaga chiqa olasizlar. Nomerlarimiz 99lik 909 95 91. Hamma sog' bo'linglar.